Xo'p, mana biz hozir Samarqand shahridamiz. Siyob Agromashga kelganmiz. Balon almashtirishda kerak bo'ladigan kuchli maslahatlarni hozir birgalikda bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz? Men hozir balon almashtirishga kelganman. Sizdan maslahat olmoqchiman. Hali hech kim maslahat bermagan. Top 3 kuchli maslahatingizdan bering. Balon almashtirishga kerak bo'lgan maslahat. Zo'r, qarang. Bo'lmasa men hozir sizga 3 ta maslahat beraman. Uchinchisi eng asosiysi. Birinchidan boshlaydigan bo'lsak, balon tanlayotganda har doim 4 mavsumga mo'ljallangan balon tanlash kerak. Nima deganda, O'zbekiston iqlimida 4 mavsumlik bu albatta eng yaxshisi. Bundan tashqari sizga eng asosiy narsani yana bitta aytib o'taman. Prospero balonlari, ko'rib turgan balonlaringiz aynan O'zbekiston, ko'rib turganingiz Specialized for the Climate and the Road of Uzbekistan. Ya'ni bu Xitoydan maxsus O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan, yo'llarini inobatga olib, havo haroratlarini inobatga olib, faqat aynan O'zbekiston ishlab chiqarilgan. For Tracker and Malibu 2 deb yozib qo'yilgan. Ya'ni maxsus mana shu mashinalar uchun ishlab chiqarilgan bu balon. Hamma avtomobillar uchun har xil bo'ladi. Razmeriga qaramasdan aytaylik, sizda 85, 65, 14 Spark bo'ladigan bo'lsa, sizga maxsus Spark uchun yozilgan deb yozib qo'yiladi. Va sizga endi 3-maslahat, eng kerakli maslahat, balon tanlayotganda garantiya bilan oling. Qanaqa garantiya? Garantiyani hamma beradi. Yo'q, qarang. Bizga beradigan garantiya umuman boshqa narsa. Qanaqa garantiya bu? Balonni o'zida yozib qo'yilgan. Yaxshilab qarasangiz, 80 ming kilometrdan 120 ming kilometrgacha deb. Bu nima degani? 80 ming kilometrga biz garantiya beryapmiz, balon 120 ming kilometrgacha yurib beradi deyapti. 80 ming kilometr garantiya qanaqa? Agar balon 80 ming kilometr yurib bermasa, aytaylik 75 ming kilometr yurib bersa ham, qolgan 5 ming kilometr uchun biz sizga pul to'laymiz. Hattoki baloningizga mix kirib ketadimi, boshqa narsa bo'ladimi, yo'lda galalyot bo'lib boshqa narsa bo'lib hechilib ketadimi, farqi yo'q. Sizning aybingiz bilan bo'lsa ham, bizlar aytilgan 80 ming kilometr yurmasa, har bir kilometrimizga sizga pul to'laymiz. Bunaqa garantiyani menimcha O'zbekistonda bitta sizlar berasizlar. Bu nafaqat O'zbekistonda, men sizga aytaman, jahon tajribasida ham hali bu narsa kuzatilmagan. Dahshat, zo'r. Demak, har bitta mashina kelganda, balon almashtirilayotganda probegini olib olasizlar. Probegidan kelib chiqqan holatda mabodo biron nima bo'lsa, o'sha 50% yurgan bo'lsa, 50% pulini joyda qaytarib beriladi va yangi balon olayotganda kompensatsiya qilib, yangi baloniga skidka qilib beriladi. Zo'r. Menimcha hamma bilsa kerak, bunaqa balonlar, Prospero balonlari jahon standartlaridan o'tgan, barcha haydovchilar tan olgan balonlardan biri. Sizlarga maslahat beramiz. Siyob Agromash tomonidan bular maxsus diler hisoblanadi. Butun O'zbekiston bo'yicha, Samarqand hamda Toshkent bo'yicha yetkazib berish va o'rnatib berish bepul. Tekin. Bunisi ham faqatgina balonga pul to'lasangiz bo'ldi. Tushunarli. Bo'ldi, sizga kattakon rahmat. Agarda sizlarga 80 mingdan 120 minggacha rasmiy kafolat kerak bo'lsa, Prospero balonlarini maslahat beraman. Rahmat sizga ma'lumot uchun.